Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Dorim tizimidagi kirish schyot fakturalari komponenti bo'yicha o'quv videoga xush kelibsiz. Ushbu komponent yetkazib beruvchilardan kelgan tovarlarni ro'yxatga olish imkonini beradi. Siz tovarni qoldi yoki Excel fayllari orqali import qilish orqali qabul qilishingiz mumkin. Hujjatni o'tkazishda tizim avtomatik ravishda MXIQ va qadoqlash kodlarining to'g'riligini tekshiradi. Endi komponentga o'tamiz. Asosiy ekranda barcha kirim schyot fakturalar ro'yxati aks etadi. Yuqori qismda schyot faktura raqami bo'yicha qidiruv maydoni va sana bo'yicha filtr mavjud. Yaratish tugmasi yangi kirim schyot fakturani yaratish oynasini ochadi. Schyot faktura yaratish uchun distribyutor, ustama shabloni, hujjat raqami va sanasini belgilang. Kerak bo'lsa, izoh qo'shing. Yaratish tugmasini bosgandan so'ng schyot faktura mazmuni ochiladi. Hujjatga qator qo'shish uchun qo'shish tugmasini bosing. Kerakli tovarni nomining bir qismi, shtrix-kod yoki markirovka kodi bo'yicha qidiring. Tizim tovar nomida xato qilsangiz ham kerakli mahsulotni topib beradi. Qidiruv natijalarida IKPU kodi yo'q mahsulotlar sariq rang bilan ajratiladi. Bunday mahsulotlar uchun IKPU kodini qolda kiritish kerak bo'ladi. Kerakli IKPU kodini osonroq topish uchun biz ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri soliq bazasidan olamiz. Mahsulot tanlangach, tizim avtomatik tarzda uning nomini IKPU kodi qidiruviga qo'yadi. Faqat kerakli mahsulotni tanlashingiz kifoya, kodlar avtomatik yuklanadi. Agar mahsulot shtrix-kod bo'yicha topilmasa, tovar uchun yangi kod qo'shing. Kod qo'shilgandan keyin mahsulotni har doim shtrix-kod orqali topish mumkin bo'ladi. Ma'lumotlarni to'ldiring. Seriya, yaroqlilik muddati, miqdor, xarid narxi qis bilan yoki qisiz. Narx qo'shish shablondan olinadi, xohlasa uni o'zgartirish mumkin. Shuningdek, doimiy chakana narxni o'rnatish mumkin. Tovarni saqlash uchun qo'shish tugmasini bosing. Agar yana bir tovarni nakladnoyga qo'shmoqchi bo'lsangiz, saqlash va yana qo'shish tugmasini bosing. Darhol yangi tovar qo'shish oynasi ochiladi. Endi Excel faylidan schyot faktura yuklashni ko'rib chiqamiz. Siz tovarlar ro'yxati bo'lgan faylni yuklashingiz mumkin. Eng yaxshisi distributordan seriyalar va yaroqlilik muddati ko'rsatilgan nakladnoy olish. Excel formatlari qo'llab-quvvatlanadi. Kirim fakturasi hujjatida import qilish tugmasini bosing. Yangi oynada fayl tanlash qatoriga o'ting. Kompyuterdan schyot faktura faylini tanlab tugmasini bosing. Fayl tanlanganidan so'ng keyingi tugmasini bosing. Dastlab boshlangich qator raqamini kiriting. So'ng ustunlarni moslashtiring. Tovarlarni schyot fakturaga saqlash uchun import qilish tugmasini bosing. Import natijalar oynasi ochiladi. Nechta tovar muvaffaqiyatli import qilingani, nechta xato bilan va nechta bog'lanmaganligi ko'rsatiladi. Importdan so'ng nakladnoy bo'yicha yakuniy qiymatlarni ko'rish mumkin. Umumiy xarid va chakana qiymati, qis bilan va qissiz, ustama va marja. Yaroqlilik muddati asosida tovarlar quyidagi ranglarda ajratiladi. Qora tovar muddati o'tgan. Qizil tugashigacha 1 oy qolgan. Toq sariq tugashigacha 3 oy qolgan. Bu qiymatlarni sozlamalarda o'zgartirish mumkin. Hujjat ochilgan holatida saqlanadi. Shunda siz pozitsiyalarni tekshirishingiz va tahrirlashingiz mumkin. Ushbu schyot fakturadagi tovar qatorida ochish tugmasini bosish orqali quyidagi amallarni bajarishingiz mumkin. Tahrirlash tugmasi orqali tahrirlash yoki o'chirish tugmasi orqali yozuvni o'chirish. Tovarga ustama o'rnatish uchun narxlash tugmasi ham mavjud. Ushbu tugma bosilganda narx shablonini tanlab, narxlash tugmasini bosishingiz kerak bo'lgan oynacha ochiladi. Tovarga chakana narx o'rnatilgach, tovar qatori oq rangda bo'ladi. Agar Excel faylidagi tovar tizimda aniqlanmagan bo'lsa, nomi ishlab chiqaruvchi ustunida qizil belgi paydo bo'ladi. Bunday holatda fayldagi tovar nomini dorim tizimidagi ma'lumotnomadagi nom bilan bog'lashingiz kerak. Buning uchun mahsulotlarni bog'lash tugmasini bosing va yangi oynada pozitsiyani tanlab, ma'lumotnomadagi mos nom bilan bog'lang. Bog'lash tugmasi sichqonchaning 2 marta bosilishi yoki enter tugmasi orqali. Yangi ochilgan oynachada bog'lashni tasdiqlang. Agar schyot faktura faylidagi nom ma'lumotnomada mavjud bo'lmasa, mahsulot yaratish tugmasini bosib yangi tovar kartasini yarating. Agar tovar noto'g'ri bog'langan bo'lsa, biriktirilgan bo'limiga o'tib, bog'langan mahsulotni o'chirish tugmasini bosing. Kirish schyot fakturasi oynasiga qaytish uchun ekranning yuqori qismidagi schyot faktura raqamiga bosing.
Barcha tovarlarga bir vaqtning o'zida narx belgilash uchun hammasini narxlash tugmasini bosing, so'ng narx shablonini tanlab amaliyotni bajaring. Kirim schyot fakturalari ro'yxati oynasida natija bo'limi ham mavjud. Muhik kodlari, referent narxdan oshib ketgan narx, non miqdor, xarid va chakana narx mavjudligi, tovar boglamasining to'g'riligi. Agar schyot fakturaga noto'g'ri ma'lumotlar kiritilgan bo'lsa, siz tuzatishingiz kerak bo'lgan xatoliklar haqida ogohlantiruvchi xabar chiqadi. Kirish schyot fakturalari ro'yxati oynasida natija bo'limi ham mavjud. Unda kirim schyot fakturalari, kelgan tovarlar va distribyutorlar soni ko'rsatiladi. Bu yerda xarid va chakana summalar, ustama summasi va foizi ko'rsatiladi. Bu tanlangan davr uchun yetkazib berilgan tovar hajmini tez baholashga yordam beradi. Kirim fakturalari komponenti tovar qabulini tezlashtiradi va xatoliklarni kamaytiradi. Qoldi yoki avtomatik kiritish, shablon asosida ustama va qonunchilikka moslikni tekshirishdan foydalaning. Agar siz bizning imkoniyatlarimiz, yangi funksiyalarimiz va yangilanishlarimiz haqida ko'proq bilishni istasangiz, albatta YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Like bosing, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, Telegram kanalimizga obuna bo'ling va barcha yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.